Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan akalar. Xudo xolasa mana navbatdagi bu eshik-romlarimizni keyingi fazli xonadonimizga mana o'rnatgani keldik. Xudo xolasa ustunovkalarni yakunladik. Xo'p, bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 21-iyul. Erta tongda mana xudo xolasa ustunovkalarni yakunlab, bu eshik-romlarimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani, Andijon viloyati Asaka shahri Qitchoq mahallasiga xudo xolasa mana o'rnatib yakunladik. Abduxor aka xuddi mana shu tog'amizning xonadoniga o'rnatdik mana. O'g'li bizni musofir yurtda ko'rib, kuzatib ishlarimiz mana yoqqan ekan, chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qildik. Xudo xolasa ochilib yopilishlari bemalol ko'rishingiz mumkin. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi qo'yib borayotgan ishlarimizni ham kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Shunaqa yog'och eshik-rom degan akalarga bemalol ulashib qo'yishingiz mumkin. Mana bu eshiklarimiz ochilib yopilishlari. Narigini mana ochganda romlarni. Romlarimiz ikki ko'z bo'lgan. Bir donasi ochiladi. Razmerlari 1.15 ga, 1.20 ga, 1.55, 1.60 romlar. Mana shu tog'amizni o'g'illari bizni musofir yurtda ko'rib, ishlarimizni yoqtirib, mana zakaz qildi. Tog'a, ishlarni ko'rdingiz. Ha, rahmat sizlarga mana. Ko'ngildagidek bo'ptimi? Ha, rahmat. Musofirda yurgan akalarimizga bemalol tavsiya qila olasizmi? Qilamiz. Xudo xolasa. Keling, xola. Nima? Keling. Mana shu xolami, mana shu tog'ami o'g'illari bizni ko'rib, zakaz qildi, qo'ldan kelgancha sifatli qilib berdik. Yoqdimi ishlar xola? Ishlari yoqdi. Sifatli. Ishlari yaxshi. Yosh ishlari ham rosa yaxshi ekan, sifatli ekan. Tog'a bitta endi duo qilib berasiz endi. Qo'llari dard ko'rmasin. Qani ilohim. Amin. Omonligini bersin. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. O'zbekistonning tinch bo'lsin. Ishlaringizga rivoj bersin. Mashrasiyada o'g'liga rivoj bersin. Hammalarga ishlarga rivoj bersin. Bunaqalardan ko'pirin. Zakaz qilsin Allohim. Sifatli ekan. Xudo xolasa. Mana shu kasbkorlarga baraka bersin. Asha akamiz ham mana ko'rib, mana işte xudo xolasa ishlaringizni yakunladik. Mana chiroyli qilib, sifatli qilib berdik, xudo xolasa. Mana nima qilgan? Gapa kamera naraqda. Mana xudo xolasa uydagilaringizga yoqdi eshiklarimiz. Ko'rib olishdi hamma yo'q mana oynalari, zamo'lari toza zamok. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib. Mana lahlamaydim-ki, Aya bu o'zimiz laklar tayyor qilib berganmiz biz. yo'q, tegin deyapti. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Telefon nomerlarimiz ekran ostida bo'ladi. Bemalol aloqa chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani, Usta Kubaljon. Hammalarga e'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hadi ko'ryapsizmi?